Bugungi kunda biz nafaqat boshqaruvda qat'iyatli, balki yuksak tafakkur, teran dunyoqarash va mustahkam ma'naviy asosga ega bo'lishimiz zarur. Shu ma'noda adabiyot eng muhim ruhiy va mafkuraviy tayanchlardan biridir. O'zbekiston xalq yozuvchisi Mir Muhsinning me'mor asari bunyodkorlik, fidoyilik va mas'uliyat timsolini o'zida mujassam etgan muhim asarlardan biridir. Asarda me'mor o'zining obrazi orqali jamiyat ravnaqi yo'lida xizmat qilish, halollik va vatanparvarlik g'oyalari chuqur yog'diriladi. Bu esa davlat va jamiyat boshqaruvida faoliyat yuritayotgan ayollar uchun katta ibrat maktabidir. Rahbar ayol uchun me'mor bu oddiy asar emas, balki strategik fikrlashni shakllantiruvchi, mas'uliyatni chuqur anglashga undovchi, bunyodkorlik ruhini mustahkamlovchi ma'naviy manbadir. Sizga ushbu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Kitob o'qing, fikr yuriting, tavsiya qiling, ma'naviy yuksalish sari birgalikda qadam tashlaylik. Davlat va jamiyat boshqaruvida faoliyat yuritayotgan rahbar ayol sifatida, ya'ni O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Koson tuman yoshlar qanoti rahbari sifatida men mutolaa qilib sizga ham tavsiya qilamiz challenge doirasida barchani kitob o'qishga chorlab qolaman. Bugungi globallashuv davrida ma'naviy barkamollikni ta'minlash, yoshlar ongida sog'lom dunyoqarashni shakllantirishda kitobning o'rni beqiyosdir. Shu nuqtai nazardan men Chingiz Aytmatovning Oq kiyima asarini o'qishni tavsiya qilaman. Ushbu asar orqali insoniylik, mehr-oqibat, vijdon va tabiatga bo'lgan hurmat kabi muhim qadriyatlar chuqur yoritilgan. Asarda aks etgan voqealar har birimizni jamiyat oldidagi mas'uliyatimizni his etishga, insoniylik mezonlariga sodiq qolishga undaydi. Kitob o'qigan jamiyat ongli va taraqqiy etgan jamiyatdir. Ayniqsa ayollarimizning mutolaaga bo'lgan e'tibori oilada va jamiyatda ma'naviy muhitni mustahkamlashga xizmat qiladi. Keling, birgalikda kitob o'qish madaniyatini keng targ'ibot qilaylik. O'qiganlarimizni boshqalarga ham tavsiya qilaylik. Siz ham Oq kiyima asarini mutolaa qiling va o'z taassurotlaringizni biz bilan ulashing.